Bir vaqtlar insonlar yer sharini olamning markazi, barliq osmon jismlari yer sharini cho'rgida harakat qiladi deb qaraydi. Bugungi kun kelib hammamizga ma'lum bo'lganidek, yer shari Quyosh sistemasi Samo yo'l sistemasining bir qismidir. Yulduzlar sistemasi galaksika deb ataladi. Bu bir-biriga umum tortish kuchi bilan bog'lanishib bo'lgan yulduzlar tuzilmasining to'plamidir. Bir dona galaksika bir qancha milliondan bir qancha milliardgacha yulduzlarni o'z ichiga olishi mumkin. Bu yulduzlar hammasi galaksika tortish markazi atrofida harakat qildi. Mo'ljallanishga qaraganda koinotda taxminan 200 milliarddan 2 trilliongacha galaksika bor deb qaralmoqda. Biz turayotgan Samo yo'l sistemasida taxminan 100 milliarddan 400 milliardgacha yulduz bor deb qaralmoqda. Bizning Quyoshimiz shu yulduzlar ichidagi biri. Quyosh sistemasiga eng yaqin yulduz turkumi Proxima Centauri bo'lib, u bizdan 4 yorug'lik yil yiroqlikda. İnsanlar yasagan eng ilg'or asboblar eng yuqori sur'atida mangan taqdirdimi, uningga yetib berish uchun 79 ming yil vaqt ketadi. Texmi ochiq qilsak, odamzodning bu masofaga yetib berishi mumkinchilik yo'q. Bunun qarma insonlar o'zlariga eng yaqin sayyoralarni tadqiq qilish uchun ishga kirishgan bo'lib, 1977-yili Voyager teleskoplari Quyosh sistemasidagi sayyoralarni kuzatish, Quyosh sistemasining chegaralarini, sayyoralarning tarkibini va magnit maydonini tekshirib aniqlash uchun qo'yib berildi. Hatto uningda ular faraz qilishgan tashqi planet odamlarga avatilgan uchurlar bor edi. Masalan, yer sharining yulduzlarga nisbatan joylashish koordinati, yer shari muhiti, rasmlari, hayvonotlar ovozlari, musiqalar, hatto shu vaqtdagi Amerika zontingi Jimmy Carterning o'z qo'li bilan tashqi planet odamlarga yozilgan risolasi bor edi. Subhanalloh. Baribir insonlik fitrati ularni koinot yuzidagi bu mukammal o'rlashtirilgan qonuniyatlar va o'lchamlarning orqasida cho'qim bir kuch borligini sezdiradi. Oxiri Voyager teleskoplari Quyosh sistemasiga oid sayyoralarning qimmatli rasmlarini insoniyatga taqdim qildi. 1990-yili Voyager teleskopi yer sharimizni 6 milliard kilometr yiroqlikdan suratga oldi. Mana bu suratdagi oq chekat biz va oilamiz va barcha maxluqotlar hayot kechirayotgan yer sharimizdir. Mana bu haqiqatlar bizning kim ekanligimizni, qanchalik ojiz ekanligimizni ko'rsatib turmoqda. Ularni tafakkur qilganimizda aytqinki, agar sizlarning duoyinglar bo'lmasa, yana iymoninglar bo'lmasa, Parvardigorim sizlarga parvo qilmaydi. Ey kofirlar, payg'ambarni inkor qildinglar. Oxiratda sizlar qutulolmaydigan azobga duchor bo'lsizlar degan oyatlar esimizga kelmay qolmaydi. Va shundaqla Alloh subhanahu va taoloning nimaga yer yuzida Allohga osiylik qilib, buzg'unchilik ilib berayotgan kofirlarni rizqlardan bahramon qilayotganligi kallamizda oydinlashadi. Tirmizidan rivoyat qilingan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam agar dunyo Allohning nazarida pashining qanisichilik qiymati bo'lgan bo'lsa edi, kofirlarga bir yutum suv bermas edi degan edi. 2012-yili Voyager teleskopi Quyosh sistemasini tadqiq qilib, yulduzlar muhitiga qadam tashildi. Aslida 5 yil xizmat qilishi mo'ljallangan Voyager teleskoplari 40 necha yildan buyon xizmatini davomlashtirmoqda. Hozir qadar uningdagi apparatlarning faqat 20 ishlab turibdi. 2020-yildagi ko'rsatkichlarga asoslanganda Voyager 1 teleskopi Quyoshdan 22 milliard 700 million kilometr yiroqlikda sekundiga 17,126 kilometr tezlikda harakat qilmoqda. Voyager 2 teleskopi bo'lsa, Quyoshdan 18,5 milliard kilometr yiroqlikda sekundiga 15,17 kilometr tezlikda harakat qilmoqda. Ularning yiqilg'ulari 2025-yilga borganda tugab ketishi mo'ljallanmoqda. Shuningdek, ularni yerdan turib boshqarishning hech imkoniyati bo'lmaydi. Voyager 1 Gelizi 445 nomerlik yulduzga qarab yonayotgan bo'lib, hech qanday bir masala ko'rilmasdan normal xizmatini davom qildi deb qarag'an taqdirda, taxminan 40 ming yildan keyin shu yulduzdan 1,6 yorug'lik yili yiroqlikda uchib o'tadi. Shunisi aniqki, ular hech qachon Samo yo'l sistemasidan chiqib ketolmaydi. Shuning qarma insonlarning osmon sirlarini bilishdiki hech qachon to'xtab qolgani yo'q. Shuning uchun ular koinotning eng cho'nqur joylarini bilish uchun harakat qilishmoqda. 2021-yili 25-dekabr qo'yib berilgan James Webb teleskopining tartgan eng yangi rasmlari NASA tarafidan bahrlandi. Bu teleskop 10 milliarddan ortiq mablag' silinib, minglagan mutaxassis olimlarning necha 10 yil tirishchilik ko'rsatish natijasida maydonga chiqqan bo'lib, zamonimizga eng ilg'or teleskop deyishga bo'ladi. Bu rasmni koinotga nisbatan barmoqning uchiga qum donchilarini ilib, havoga to'zitgandagi qoplagan doiraga o'xshatish mumkin.
Bu bir parça rasm ichida yüzlerce yulduz sistemasi va trillionlarcha sayyorlar o'rin olgan. Rasmning asosli obyektlaridan Semkis 0723 nomli bir yulduz sistemasidir. Bu yulduz sistemasi bizdan 4 milliard 600 million nur yili yiroqlikda. Har qaysi manbalarga ko'ra, bu rasmdagi kichik qizil chekitda ko'ringan yulduz sistemasi eng burun shakllangan yulduz sistemalaridan deb qaralmoqda. U bizdan 13 milliard nur yili yiroqlikda. Nur yili deganimiz nur bir yilda besib o'tadigan masofani ko'rsatadi. Nur har sekundda 300 ming kilometr oraliqni besib o'tadi. Tasavvur qila olamsiz? Bu yulduz sistemasini James Webb kabi bir teleskopda kuzatganda milliardlab sayyoralarni bayqaymiz. Subhanallah. Allohning yaratgan bu olami naqadar cho'ng, Rabbimiz naqadar buyuk a. Bu degi insonlar bugunga qadar kuzatishga qodir bo'la olgan eng yiroq orliqlardan deyishga bo'ladi. Uningga yetib berishdan so'z echish mumkin emas albatta. Bayhaqqidan Abu Zar G'affari radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda Payg'ambar alayhisalom mundaq degan: 7 qat osmon Allohning kursiga nisbatan kengri ketgan cho'lga tashlangan halqa o'xshash. Allohning arshining kattaligi kursiga nisbatan oshu kengri ketgan cho'lning halqiga nisbatan katta bo'lganiga o'xshash. Ilm-fan taraqqiyotining yuksalish natijasida insoniyat ilg'or ko'zish asboblari yordami bilan avvalida hech ko'rmagan manzarlarni ko'zishga muvaffaq bo'lgan bo'lsa-mu, ammo insoniyat koinotning chekini ko'rib bo'lolmaydiganligini e'tirof qilishmoqda. Hubble teleskopi 30 yildan buyon osmonni ko'zitib turmoqda. Minglagan astronomiya olimlari xizmat qilmoqda. Lekin insoniyat hozirgacha osmonda biror nuqson yoki yo'chuqni bayqagan yo'q, ham bayqay olmaydi. Allah 7 osmonni bir-birining ustida qilib yaratdi. Mehribon Allohning yaratishida hech nuqsonni ko'rmaysan. Sen osmonlarga takror qarab boqqinki, biror yo'chuqni ko'ramsan. Anda sen yana 2 qitim qarag'in. Ko'zing osmonlarda biror nuqson tepishdan umid uzgan va talg'an holda qaytadi. Allah subhanahu va taolo buningdan 1400 yil avval Qur'on Karimda o'zining yaratganlari ustida uchurlarni berib o'tgan bo'lsa-mu, insonlar bu faktlarga qaramasdan milliardlarcha mablag' vaqt ajratib yakunlagan ilmiy natijalarmi ularning ko'zini pardlandirmoqda. Hidoyatdan uzoqlashganlik uchun zalolatga mahkum bo'lmoqda. Allohga ming shukrlar bo'lsinki, biz musulmonlar g'aybga iymon keltiramiz va Allohni pok deb e'tiqod qilamiz. Ey insonlar va jinlar jamoasi, sizlardan, ya'ni sizlarning amallaringlardan hisob qilishga yuzlanamiz. Ey insonlar, jinlar, sizlar Parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilsizlar? Ey jinlar va insonlar jamoasi, agar sizlar Allohning qazosidan qochib, osmonlarning va zaminlarning chegirlaridan o'tib keta olsanglar, o'tib ketinglar. Sizlar faqat quvvat bilan o'tib ketalaysizlar. Lekin sizlarga bunday quvvat qayerdan kelsin? Alloh